Men valyutli kredit olmoqchiman. Valyutli kredit olmoqchiman. Tadbirkorligimiz kelyapti. $60,000 kerak bo'ladi. Toshkentdan ruxsatini ko'rib bersanglar, hozirgi kreditimizni muddatdan oldin yopib yuboramiz. 75 million. Uning uchun men yopishim uchun menga skoringdan o'chirtmasligini aytib berishinglar kerak bo'ladi. 14% kreditim bor qolgan, hozir 75 million. Agar haqiqatdan Toshkentga beradigan bo'lib, biz 60 ming bera olamiz bu zalogingizga degan bo'lsa, dushanba kuni 75 million yopib yuboramiz. Bunda boshqa yaptığınız zorluk çünkü bizda faqat bitta MChJ bor, shu ko'p tarmoqli endi. O'quv markazi ham bor, apteka ham bor, xizmat ko'rsatish, oshxona, 8 yo'nalish bo'yicha qishloq xo'jaligi bo'limchida yo'naladi. 8 yo'nalish bo'yicha shu bitta firma ishlaydi, qo'shimcha yapteka tartib qilinmaydi. Zavoy bor. Zavod asosiy binomiz o'zi o'rtacha $100,000 dan oshadi. Hozirgi bozor qiymati 120 ming atrofida o'zi berib bo'lganlar. Shuni qo'yamiz. Kreditlash tartibini aytib bermaysizmi? Dom qo'yib beray desam, dom olmasanglar kerak. Kreditlash tartibini aytib bermaysizmi? Aytib bering. 12% dedingiz uni. Dollar kursi hisobida foiz bo'ladi. Eng uzog'i necha yil bo'ladi? Misol uchun 5 yilga tura olamizmi? Bunda yoki nariga 312 chi buni foiz qanaqa edi? Men 14% olganman. Yo'q, men uni hali 500 ming ishchi o'rni 20 ming tadbirkor bo'lib, menga sertifikat bergan palatadan shu asosda, dastur asosida olganman 14%, dastur bo'yicha. Oyma-oy to'laganmiz, menimcha katenadan 300 deklaratsiya chiqadi. Doğru, yopilsa beraveramiz. Hozir qancha? Menga aniq bo'lsa menga yopaman. Siz yopsangiz keyin Beraverasizlar? Bu dushanba qo'yamiz. siz gapingizdan beramizda. Necha foizga tortadigan u? Uni qiymat bozor shunda bozor qiymati baholaydi. Baholovchi necha foizga olasizlar keyin? Biz uni tashlayimizda risk aytib beramiz. Masalan, deylik 1 milliard bo'lsa, sizlar necha pulgacha bera olasiz deysizlar? Misol uchun. Milliard bo'lsa, biz shuni 70%ni kelishib beramizda. 700 million. Shuni dollar kursiga raqamimizda shunda aniq bo'ladi.